Hayatida xo'shalliq bo'lgan Uyg'ur vatandoshlarimiz bormi? 20 dan ko'proq o'zlari pasportlarni elib, O'zbekiston fuqarosi bo'lib, o'tag'iga bizning beshimiz osmonga yetdi. Sergeli rayonida yangi uylarni topshirilgan, shuning ichidan bizning Uyg'urlar bor ekan. Mana shularga biz tilab qolamizki, shu uylarda ularga eng yaxshi orzu qilingan orzularga yetishni tilab qolamiz. Yurtimizning turli tumanlaridagi Uyg'urlar shu kuni bayramlik kechiga xush chiroy va ko'taranki ruhda keladi ekan, cho'ng kichikning maqsadi tilligi bir samimiy qutlashlar. Navbatda kechimi ana shunday shirin so'zlar bilan davomlashmoqda edi. Сегодня мы каждый центр подводит итоги. А за 2019 год было действительно очень много сделано. Сегодня на этой благодатной узбекской земле представители многих национальностей. И в этом году каждый подводит свои итоги. Хочу сказать, сегодня мы в гостях у Уйгурского республиканского культурного центра. Очень рад, что вот они сумели в таком замечательном, красивом заведении вот так собрать всю диаспору. Действительно, тоже очень многого ждем. То, что сегодня мы намечаем, сегодня все делается для того, чтобы национальные культурные центры жили лучше, были добрее, были сплоченнее. Но я хотел всем пожелать и нашим братьям, и нашим друзьям, и нашим согражданам. Я думаю, для нас он будет удачным. Всем здоровья, удачи, счастья, благополучия, процветания каждой семье. Bugungi yoshlardan xalqimizning umidi cho'ng, chunki mustaqil vatanimizning barqaror rivojlanishi, dunyoning taraqqiy etgan mamlakatlari qatoridan mustahkam o'rin egilishi yosh avlodning qandoq qamal tepishiga bog'liq. Uyg'ur jamoatchiligimi shu kunlarda yoshlar tarbiyasiga alohida e'tibor qaratmoqda. Biz Baklan mashriqi, Toshkent mashriqi bilan shu amallarni oldiga oshirib, ko'p cho'ng ishlarni qilganmiz. Bu yoqqa yana yoshlarni taklif qilganmiz. Bizning maqsadimiz shu yoshlar, shu oqsoqollardan o'rnak olishni, mana shular o'rgansin, ko'rsin, Uyg'ur madaniy markazini rivojlantirish, oldiga yurdirish. Shuning uchun bu masala bizda har doim ko'rilyapti. Mana birinchidan mana boshlagan sababimiz necha yilda Uyg'ur markazi ishlagan bo'lsa, hech qanday bir jurnal, gazeta chiqmagan. Endi mana gazeta, jurnal chiqyapti. Bu juda qattiq yutuq. Albatta mana yoshlarimiz tadbirlarimizda kelib, Uyg'ur tilini, Uyg'ur naqshlarini ko'proq anglasa, muloqotda, suhbatda bo'lsa, mana shu narsa ham ularga ko'proq ta'sir qilish kerak deb o'ylayman. Bir 300 ta odam yig'ilsa, shuningdan bir 100 tasi yoshlar. Shular o'rgansin, shular ko'rsin. Mana qanday bu Uyg'urlarniki ulfatini, mana biz o'qinib Baklan mashriqini o'tganda biz yo'llarini ko'rsatdik. Shularni yoshlar televizorda ko'rsa, shularni o'rganadi. Yoshlarning bizda mana Toshkent shahrida necha mashriqi bor. Ularni biz jalb qilib, yig'ib, ularni bir boshlig'ini saylab, bir yo'lga solmoqchimiz. Har yil yig'ilib turamiz, mana har xil bayramlarni qilamiz, har Navruzda, Yangi-yillarda, 8-martlarda yig'ilamiz. Menga bu juda ham yoqdi, chunki har xil Uyg'urcha naqshlarni qo'ydi, hamma Uyg'urlar bir-birisi bilan tanishadi, muloqotda bo'lamiz va men shuning uchun rosa xursand bo'laman. Har doim kelishga harakat qilaman. Uyg'ur tarixini bilgim keldi, shoirlarni, yozuvchilarni ko'plarini bilaman, ashlarning kitoblarini jiq o'qib turman. Mana yaqinda Uyg'urlarning taqrim makonini o'qidim. Ashni jiq o'qib, Uyg'ur adabiy tilini ham o'rgandim. Yurtimiz ahli qaysi millatga mansub bo'lishidan qat'iy nazar, mamlakatimiz rivoji, uning gullab yashnashi, jamiyatimiz ro'naqida o'zining munosib hassasini qo'shib kelyotdi. Turli millatlar o'rtasidagi do'stlik, hamjihatlik, birdamlik, ularning har ishda yonma-yon turib, bir oila a'zosi qatorida ish elib berishi bugungi tinchlik, osoyishta zamonimiz mevasi ekanligidan dalolat. Milliy madaniy markazlar o'zini o'rnini topib, prezidentimizning farmonlariga binoan juda ham katta ish olib borishadi. Ona tilini yoshlarga o'rgatishga, tarixi, urf-odatlarini, san'atini yoshlarga o'rgatishga juda ham katta ish olib borishadi. Noyabr oyida juda ham katta muvaffaqiyat bilan bag'rikenglik haftaligi o'tkazildi. Bag'rikenglik haftaligining doirasida Milliy madaniy markazlar raislarining fuqarolik forumi o'tdi. O'zbekiston umumiy o'yimiz an'anaviy festivalni butun viloyatlarda o'tkazilib, yakunlovchi tadbir o'tkazildi.
hamma laureatlar taqdirlandi. Shu jumladan men xursandchilik bilan aytishim kerak, Uyg'ur Milliy madaniy markazi eng iqtidorli yosh san'atkor O'zbekiston kelajagi laureatiga muvofiq bo'ldi. Muhtaram prezidentimiz konferensiyada e'lon qilib o'qildi. Millataro munosabatlarni rivojlantirish davlat siyosati konsepsiyasini farmoni bilan tasdiqladilar. Bu konsepsiya nafaqat O'zbekistonda, dunyoda katta e'tibor bilan, katta qiziqish bilan kutib olingan. Hamma milliy madaniy markazlar imkoniyatini, o'zini tilini o'rganish, tarixini, odatlarini unutmaslikka yuqori baho berilgan dunyoda. Ayniqsa, bizning milliy madaniy markazlarning orasida men ishonaman, aniq aytishim kerak, Uyg'ur milliy madaniy markazida alohida o'rinda turibdi. Chunki aktivligi, o'zini san'atini, tilini, bayramini, qolaversa o'zini ovqatlarini tayyorlashda menimcha u markazga tengi yo'q. Bizning oldimizda katta vazifalar turibdi. Har millatda o'zini o'rni bor. Fuqarolik olmagan, O'zbekistonni fuqarolar bilan pasporti, O'zbekiston fuqarolik olmagan. Endi hozir mana shu 3 yil ichida keskin o'zgarishlar bo'ldi. Bitta xursandchilik bilan aytishim mumkin, qancha oilalarda bayram bo'lgan. Bizda mana shu yil davomida fuqaroliksiz menimcha O'zbekiston aholi qolmaydi. O'tgan yili men uchun aytib bir qutlug' yil bo'ldi. Magistraturani bitirib, doktoranturaga o'qishga kirdim. Mana shu O'zbekistonda o'tkazilgan Shaharsabzon festivaliga qatnashdim. Uyg'urlar nomidan chiqib, Uyg'ur muqomlarimizni yangratdim. O'qish jarayonimda boshqa viloyatlarga chiqib ko'rgandim. Lekin bunday festival bunday cho'ng darajadagi 60 dan ortiq davlat qatnashgan bunday cho'ng festivalga birinchi qatam O'zbekistonda qatnashdim. Bundan burun 2010-yilda men Aljazairda, Fransiyada o'tkazilgan, Morogoda o'tkazilgan cho'ng festivallarga qatnashgandim. Bugungi bu yig'ilishimizni aytdim, ko'ngilli o'tkazilyapti. Yilda bir marta mana shu Uyg'urlarimizning bir yig'ilisham bo'lib, yangi yilni go'zal yangi yilni kutib olishimiz bu menga nisbatan bir intayin ma'noli bir ish. Yangi yilda hammalarga yangicha utuq, yangicha natijalarni tilayman. Yangi yilda hammalarning yangicha ong bilan, yangicha ideya bilan yaxshi natijalarni qo'lga keltirishinglarni umid qilaman. Dilimizdagi xushalliqlarimizni to'lqinlatib, kayfiyatimizni cho'qqimoqda. Mushu damlagicha to'lib teshiyotgan xush chog'liq yil davomida yor bo'lishini istagan xalqimizga milliy naqshi sozlar uzoq beg'ishlamoqda va usulga tushmoqda edi. Shu tadbirga butun Uyg'ur xalqimiz yig'ilib, o'zimizning milliy urf-odatlarimiz bilan, Uyg'ur san'atlarimiz bilan o'tkazmoqchimiz. Qancha tadbirlar o'tkazdik. Masalan, Qirg'iziston bilan birlikda, Qozog'iston bilan birlikda, O'zbekiston jutumizda Andijon viloyati, Sirdaryo viloyatlariga berib, ko'p tadbirlar o'tkazdik. Rejalarimizni amalga oshirishda xushxabar yig'ib, undan yaxshi ishlamoqchimiz. Biz nihoyat xushal bo'lganimiz sabab yoshlarimiz bugun nihoyat ko'pchilik. Oldingi yillarga qaraganda bu yil yoshlarimiz ko'p qatnashib, shu Uyg'ur o'zimizning tillarini unutmaslikka shu kelib, hech bo'lmaganda shu san'at orqali tabrik so'zlarini